Do'stlar, xudo xolasa RF8 da business class, luxury bir nima deydi, hozir tilim ham jingalak bo'lyapti. Bitta test drive'ga olib chiqamiz. Hadovoylari, tortishlari, yurishlari, komfortlari, massajlarigacha bitta ko'rib boqamiz deydik-ku. Uzoqlashmanglar. Mashinani xullas ko'rib turibsizlar. Ya'ni nima deydi? Shofyorga barcha komfort, barcha qulayliklar faqat orqada o'tirib ketganlarga emas, albatta shofyorga ham mavjud. Rullari vobshim klass. Bor-u hojaga deb gapiring. Bitta ko'rib o'zingiz minib baho bermasangiz, men buni bu berayotgan ashyanani sizga yetkazib bera olmayman. Gapim bilan. Prosta jim kelib turib bitta minib ko'ring. Вообще deysiz. Sirazi 423 million emas, 450 million tashab ketasiz. Ukam menga shunday mashinani ko'rsatganingga shukr deb peshonamdan ham o'pib ketasiz, hojaka. Albatta hazil. Mashina mana ancha qulayliklar bor. Ya'ni mana monitorda o'zi lidarlar ishlab turibdi mana. Polni mashinalarda olyapti. Palasa udrjaniyalar bor, udrjaniyalari va keyin eng menga yoqqani mashina vashi samolyot mana qaranglar. Vashi. Bu yana ham qulaylik. Xo'p, bu bitta narsasiga men qoyil qolyapman. Ya'ni 2 litr turbina, 2 litrda o'zi emas, 2 litr turbina motor nechta rasxod qiladi deb o'ylaysiz? Hozirgi kunda A5 Malibu'larni hisoblaydigan bo'lsak, A5 Malibu'larni hisoblaydigan bo'lsak, где-то 15 ta yo 17 ta rasxod qilib Malibu'lar. Bu bo'lsa shahar sharoitiga 9 litr rasxod qiladi. Bu может быть 9 litr qilmasin, 10 litr rasxod qilsin, bu Go'daga, bu Vesga 10 litr ili bu berayotgan komfort ashyonaga arziydi-da. Uning uchun men hozir gapirsam gap ko'p. Prosta jim o'tirib, mana shu yerga bitta muzikachani qo'yib yuboradi. Mobilografimiz jim o'tirib maza qilib mashinani reklamasini ko'ring. Birga o'tgan ko'chalardan o'tib boryapman. Sog'inchlarim jim ichimga yutib boryapman. Bilmaysan-da meni holim beqarorginam. Hijronlarning azobida yonyapman. Xastaman u sensizlikda qolib yana. Chapga mana powerot yoqyapman, chap tarafda olib beryapti. Kameralari o'ta go'zal va tiniq ishlayapti. Har bir detalgacha, har bir kolodis bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, har bir detalgacha aytib ketyapti. Mashinada men o'zim ashunam aytadigan bo'lsam, prosta shunday oqib ketasiz-da. Bu haqiqatdan ham hali nima deydi, ishdan charchab, stresslar, boshqa bunaqa muammolar. Bu mashinaga bitta o'tirganingizdan keyin muammo ham yo'q, stress ham yo'q. Prosta tashqari hududda eshitmaysiz. Prosta jimjitlik bilan sekin qo'zg'alasiz. Yana nima kerak? Shef, mashinani ko'rdingiz, obzorini. Baribir sizni ichingizga kirish juda ham qiyin. Bu degani sizni didingiz, sizni komfortingiz juda ham qattiq. Shu uchun siz Farg'ona filiali, ya'ni Jack Motors Farg'ona filialiga keling, bitta mashinani o'zingiz o'tirib ashyanasini his qiling, undan keyin bahosini bering. Xudo xolasa shartnomaga biz tayyor turibmiz.